Ishlatgan shampunlarimga 1 dan 10 gacha baho beraman. Va birinchi o'rinda Tengi Mori shampuni. Bu shampunda sochim to'kilyapti degan paytimda maslahat berishgan, olganman. Sochimni qalinlashtirib, ob'yom bergan, sulfatsiz, tabiiy o'tlardan tayyorlangan shampun. Shuning uchun 10 dan 9 baho beraman. Ikkinchi o'rinda hamyonbop bo'lgan Hindiston o'tlaridan tayyorlanadigan Trichap shampuni. Ko'pincha sulfatsiz. Buni ham sochim to'kilayotgan paytda olganman, yaxshi ta'sir qilgan, shuning uchun 10 dan 9 baho beraman. Uchinchi o'rinda Koreyska klassika Kerasi shampunlari. Ko'p bitlarni ishlatib ko'rganman, sochimga yaxshi ta'sir qilgan, undan keyin bundan ham yaxshiroq variantlari chiqib o'tib ketganman. Shuning uchun 10 dan 8 baho beraman. 4-o'rinda Pantene shampuni. Tushunishinglar uchun shunchasini olib qo'yganman. Kichkinaligimdan ishlatib kelaman. Yomonlasam menimcha ko'r bo'lib qolaman. Hamyonbop sulfatli shampun. Doim menga yaxshi ta'sir qilardi. Hidini hamma so'rardi, nima ishlatyapsan deb. Tabiiy shunaqaman deb berdim. Lekin oxirgi payt sochimni yog'lilashtirib boryapti. Hozirgi paytim bo'lsa 10 dan 7 baho beraman, oldingi paytim bo'lsa 10 dan 10 baho beraman. 5-o'rinda L'Oreal'ning imенно shu sariq shampuni. Sochinglar juda ham quruq bo'ladigan bo'lsa ishlatsanglar bo'ladi, lekin yog'lilar aslo ishlatib ko'rmanglar. Sochinglarni battar yog'li qilib tashlaydi, ichida moy juda ham ko'p. Bunga 10 dan 5 baho beraman, u ham sulfatli. Bu shampunlar haqida birinchi qism edi. Sizlarga qaysi shampun yaxshi, yomon ta'sir qilgan yozib qoldiringlar. Ikkinchi qismi kerakmi, uni ham yozinglar, like bosinglar va obuna bo'linglar.